Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Psixologiya kursimiz bo'yicha navbatdagi mavzuyimizni sizlar bilan olib boramiz. Navbatdagi mavzuyimiz xarakter haqida umumiy tushuncha, ya'ni xarakter mavzusi haqida sizlar bilan gaplashamiz. Xarakter mavzusi bo'yicha sizlarga quyidagi rejalarni tanishtirmoqchiman. Ya'ni birinchi rejamiz xarakter haqida tushuncha, xarakterning fiziologik asoslari, xarakter tarkibi, xarakter aksentuatsiyasi, xarakter tipologiyasi, xarakter borasidagi nazariyalar va xarakterning shakllanishi haqida sizlar bilan gaplashamiz. Demak, birinchi rejamiz haqida, xarakter haqida, tushuncha haqida gaplashadigan bo'lsak, xarakter so'zi grekcha so'zdan olingan bo'lib, ya'ni yunoncha so'zdan olingan bo'lib, bu tamg'a, belgi degan ma'nolarni anglatadi. Xarakter deganda mazkur shaxs uchun tipik hisoblangan faoliyat usullarida namoyon bo'ladigan, shaxsni turli xil munosabatini belgilab beradigan individual psixologik xususiyatlar yig'indisiga xarakter deb tushunamiz. Biz xarakterni shaxslarning munosabatlariga ko'ra xarakter xislatlarini individual xususiyatlarni ikki xil ajratib berish imkoniyatini beradi. Ya'ni shaxs xarakterning xususiyatlarini ro'yobga chiqaradigan har qanday vaziyat hissiy kechinmalarning o'ziga xos xislatlari uning munosabatlariga bog'liqligi, ikkinchisi esa har qanday favqulodda tipik muhitdagi xarakterining sifatlari hamda individual usullari shaxsning munosabatlariga taalluqlidir deb aytib o'tib ketiladi. Shaxs xarakterining sifati va ularning oqilona usullari inson irodasi, hissiyoti, diqqati, aqliy sifatlariga yoki bo'lmasa psixik jarayonlarning individual xususiyatlariga bog'liq deb o'rganilib ketiladi. Hozirgi zamonda psixologiyada shaxsning turli xil munosabatlar bilan belgilanadigan xarakter xususiyatlarini 4 tizimi farqlanadi. Ya'ni insonlarning faoliyati davomida xarakter xususiyatlari shakllanishini ko'rib chiqamiz 4 usulda. Birinchisi, jamoada ayrim odamlarga bo'lgan munosabatlarni ifodalovchi xususiyatlari. Bu mana shundan yaxshilik, mehribonlik, talabchanlik va hokazolar shakllanadi. Ikkinchisi esa mehnatga bo'lgan munosabatlarni ifodalovchi xususiyatlardan esa mehnatsevarlik, yalqovlik, vijdonlilik, mehnatga mas'uliyat yoki mas'uliyatsizlik bilan munosabatda bo'lish kabi xarakter xususiyatlari shakllanadi. Keyingisi esa narsalarga bo'lgan munosabatlarni ifodalovchi xususiyatlarda esa ozodalik, ifloslik, narsalarni ayab yoki ayamasdan bo'lgan munosabatlarda xarakter xususiyatlari shakllanadi. Va oxirgisida esa odamlarning o'z-o'ziga bo'lgan munosabatlarni ifodalovchi xususiyatlarda izzat nafslilik, shuhratparastlik, mag'rurlik, o'zini katta olish, kamtarlik xarakter xususiyatlari shakllanadi. Yana bizda xarakter xususiyat tarkibiga kiruvchi yana bir ma'lumotlar bor. Masalan, o'sha birinchidan o'sha xarakter xususiyatlar tarkibiga ularning chuqurligi darajasi kiradi. Ikkinchidan esa xarakterning kuchi va faolligi kiradi. Uchinchidan esa xarakterning tarkibiy xususiyatlariga uning barqarorligi va o'zgaruvchanlik darajasi kiritishimiz mumkin bo'ladi. Xarakter mavzusida aksentuatsiya degan tushuncha mavjud. Bu aksentuatsiya biror bir xususiyatning boshqalari zarariga kuchli rivojlanishi va atrofdagilar bilan munosabatlarning yomonlashuviga olib kelishi xarakter aksentuatsiyasi deb aytiladi. Xarakter aksentuatsiyasini Karl Leongard bir nechta tiplarga ajratib o'rgangan olim hisoblanadi. Masalan, o'shalarni hozir bir ko'rib chiqamiz. Birinchi tipi gipertim tip. Gipertim tip qanday xarakter xususiyatlarga ega? Gipertim tip haddan tashqari aloqaga kirishuvchan, ko'p gapiradi, imo-ishoralari, mimikaga boy, suhbat mavzusini burib yuborishga moyil, ko'pincha xizmatga doir yoki bo'lmasa ommaviy majburiyatlarni unutib qo'yganligi sababli ziddiyatlarga kelishuvchi tip gipertim tip hisoblanadi. Undan keyingi tipimiz distim tip. Bu kam gap, muloqotga kam kirishga qiynaladigan, pessimist, ziddiyatlardan o'zini olib qochadigan, uyda yolg'iz qolishni yoqtiradigan tip distim tip hisoblanadi. Yana shunday tipimiz bor, sikloid tipi hisoblanadi. Bunday tipdagi insonlar kayfiyati tez o'zgarishga moyil bo'ladi. Ya'ni kayfiyati yaxshi paytda gipertim bo'lishadi, kayfiyati yomon paytda esa distim tipga o'xshab qolishadi.
Keyingi xarakter aksentuatsiyadagi tipimiz qo'zg'aluvchan tip hisoblanadi. Muloqotda passiv, verbal va noverbal reaksiyalari sust, qaysar, ba'zan urushqoq ham hisoblanishadi. Ko'pincha turli mojarolar tashabbuskori hisoblanadigan tip bu qo'zg'aluvchan tip deb aytiladi. Keyingi tipimiz kuchaytiruvchi tip hisoblanadi. Kuchaytiruvchi tip bu kam gap, aql o'rgatishni yoqtiradi, yuqori natijalarga erishishni xohlaydi, tez xafa bo'ladi, shubhalanuvchan, qasoskor, kichik muammolarni kattalashtirishga va bo'rttirishga moyil kishilar kuchaytiruvchi tip deb aytiladi. Keyingi tipimiz esa pedant tip hisoblanadi. Pedant tip bu ziddiyatlarga kam qo'shiladi. Ko'pincha passiv holatda bo'ladi. Atrofdagilardan ko'proq rasmiy talablar qo'yadi. Tartibli, ishonchli xodim pedant tip hisoblanadi. Xavotirli tip bor. Xavotirli tip bu kam gap, odamovi, o'ziga ishonmaydigan, ziddiyatdan o'zini olib qochadigan, tinchliksevar, o'zini tanqid qiladi va topshiriqlarni vaqtida bajaradigan kishilar xavotirli tiplarga misol bo'la oladi. Keyingi tipimiz emotiv tip hisoblanadi. Emotiv tipdagi insonlar tor doiradagi kishilar bilan muloqotga kirishni yoqtiradilar. Xafa bo'lsalar tashqaridan sezdirmaslikka harakat qilishadilar. Mehribon, g'amxo'r, mas'uliyatni his qiladigan, boshqalarni yutuqlaridan quvonadigan kishilar emotiv tip kishilar deb aytiladi. Keyingisi namoyishkorona tip hisoblanadi. Ya'ni demonstrativ tip hisoblanadi. Muloqotga tez kirishadi, yetakchilikka intiladi, hokimiyat va maqtovni yoqtirishadi, boshqalarni o'ziga jalb qila oladi, noyob tafakkurga va xulqqa ega kishilar namoyishkorona tip hisoblanadi. Keyingi tipimiz bor, egzalterlashgan tip bor. O'ta muloqotga kirishuvchan, ko'p gapirishadi, qiziquvchan, do'stlari va yaqinlari e'tiborli, yaqinlariga e'tiborli, boshqalarga yordam beradi. Did va farosatli, samimiy kishilar egzalterlashgan tip deb aytiladi. Keyingisi ekstravertlashgan tip, muloqotga kirishuvchan, do'stlari ko'p, ziddiyatlardan o'zini olib qochadi, boshqalarni diqqat bilan eshitishni xohlashadi, ya'ni topshiriqlarni vaqtida bajaradigan kishilar ekstravertlashgan tip hisoblanadi. Keyingi oxirgi tipimiz esa introvertlashgan tip. Bu muloqotga kirishga qiynaladi, ichimdagini top falsafiy fikr yuritishni yoqtirishadi, qat'iy, e'tiqodi mustahkam, qaysar, tafakkuri qotib qolgan kishilar introvertlashgan tipga misol bo'ladi. Xarakter aksentuatsiyasi mana shu quyidagilardan iborat edi. Bugungi mavzuyimiz, xarakter borasidagi mavzuyimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.